دېموكراتىيە سەكراتتىمۇ ئاپتورى رۇقىيە تۇردۇش Avval erkinlik ve demokratiye başta kelemdi, yoki boy bo'lishmi degan bu talash tartish gerçi uzundan beri oyga chiqmay kelayotgan bir talash bo'lsa-mu, navbatdagi g'arb davlatlarining iqtisodining keyniga chekinishi bilan demokratiya va erkinlikka ko'ngil bo'lishning cho'kishi keyingisining boshda keldiganligini isbotlagandek qiladi. Ammo demokratiyaning cho'kishga qarab yuzlanishidagi sabablar faqat iqtisodga bog'liq bo'lmasdan, balki uning dunyo tuzilmasidagi sistemasining yengilishga ehtiyoj tuyishi ekanligi. Shundaqla kuchlik va to'g'ri boshlamchilikning bo'lmayotganligimi muhim sabablar ekanligi o'ttirg'i qo'yilmoqda. 1998 yil Nobel iqtisod mukofotiga erishgan amerikalik iqtisodshunos Amartya Sen namratlar qo'rsoq to'yg'izish xemida qoladiganlik uchun erkinlikka va siyosiy haq-huquqiga ko'ngil bo'lmaydi degan qarashlarga raddiya berib, Osiyo va Afrikadagi nurg'un xalqlarning, hatto shu davlatlarning diktator hokimiyatlari ularning erkinlik uchun kurash qilishiga hech qanday fursat bermasa-mu, namratlik ichida erkinlik uchun kurash qilayotganligini misol qilib ko'rsatgan edi. Amartya Sen namratlar boyliqni tanlashi kerakmi yoki siyosiy erkinliknimi deb so'ralganda, albatta namratlar boy bo'lishni tanlaydi deb qarg'uchilarga ularning demokratiyani yurgizish bilan uning haqliqligini bir-biriga qarama-qarshi qo'yganligini ko'rsatgan. Ammo boy bo'lishni hammaning oldingi shart qilgan ko'zqarashlar tufaylidan Xitoy xalqi boy bo'lmog'icha demokratiyaga kirolmaydi ko'z qarashlari avj elib, Xitoyni boy qilish yo'li dag'dam echildi. Aslida Xitoyning ko'tarilishiga yo'l echish Amerikaning Nixon davrida boshlangan bo'lib, 1971 yili Amerika davlat ishlari sekretari Henry Kissinger Xitoyni maxfiy ziyorat qilib kelgandan keyinla Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyni mustaqil davlat deb tunib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xavfsizlik kengashida Xitoyga o'rin berdi. Gerçi shuningdan keyin Xitoy Amerika munosabati Tayvan masalasi tufaylidan egiz pastlik ichida davom qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy dunyoda e'tirof qilingan xavfsizlik kengashida gepi o'tadigan bir davlatga aylanib oldi. Gerçi Amerika Tayvan bilan g'ayri rasmiy munosabatini saqlab kelayotgan bo'lsa-mu, Amerika prezidenti Jimmy Carter 1979 yili Xitoyning bir Xitoy siyosatini e'tirof qildi va qo'lladi. 2000 yilga kelganda Amerika Xitoyning boy bo'lishni orzu qilib, o'z beshiga nihoyatda cho'ng bir balani terib oldi. U bo'lsa-mu, Amerika prezidenti Bill Clintonning 2000 yillik Amerika Xitoy munosabatlari qonuniga qo'l qo'yib, Xitoyning dunyo savdo tashkilotiga kirishiga yo'l echishi bo'ldi. Natijada Xitoyning Amerika bilan bo'lgan savdosi 2004 yilga kelganda 1984 yildagiga selishtirganda 5 billiondan 231 billion dollarga eshib ketdi. 2008 yilga kelganda Yaponni besib tushib, Amerikani
700 billion dollarga qarz qilib qo'ydi. 2018 yılı Trump hökumətinin Asiya Tinch Okean savdo kelishimidan chekinib chiqishi Xitoyning Amerikaning yo'qligi paydo qilgan bo'shliqdan foydalanib nurg'un davlatlar bilan bo'lgan savdoda Amerikaning o'rniga dastlab texmi ko'p foyda ilishni keltirib chiqardi. Bugungi kunga kelganda Jim O'Neil qatarlıq nurg'un iqtisodshunoslar Xitoy 2027 yılga kelganda Amerikaning o'rnini ilib dunyoni so'raydi deb qarmoqda. Undaqda boy bo'lgan Xitoy xalqi nima uchun erkinlik talab qilib hokim mutlaqliq kommunist hokimiyatini og'dirib tashlashga harakat qilmadi yoki qilolmadi? Amaliyotda qo'rsqi to'ygan Xitoy xalqi siyosiy erkinlikka ko'ngil bo'lish u yoqda tursin, yovuzlikda haddidan oshgan davlatiga borgancha sodiq bo'lib ketyapti. Bu yerda garchi Xitoyning ko'ngzichilik ideyasidan iborat madaniyat kelib chiqishi, cho'ng Xitoy millatchiligi va boshqa tarixiy sabablar bo'lsa-mu, ammo G'arb ellardagi demokratiyaning cho'kishiga qarab mengishi Xitoy xalqining erkinlik, barobarlikdan iborat demokratik qimmat ko'z qarashlariga bo'lgan ishonchisini yo'qotib etgan edi. Chunki ular Xitoyning kuchlanib ketishi ularning tutgan yo'lining to'g'ri bo'lganligidan emas, balki G'arbning ko'tirib qo'yishi bilan ekanligini tushunmaydi. Tushunsimi e'tirof qilishni xohlamaydi. Uning ustiga G'arb iqtisodining tuvallishi bilan kishilik huquqning demokratik davlatlar tarafidan bora-bora jiddiy muomalaga uchramas bo'lib qilishi G'arb dunyosidagi millatchi partiyalarning bosh ko'tarishi ularga madad berib qo'yayotdi. Haqiqatanmi 2015 yilga kelganda etnik millatchi partiyalar kuchayib dunyodagi 32 demokratik davlatda 12%dan ortiq biletga erishdi. Daniya, Yangi Zelandiya, Shvetsariyalarda bu xil g'ayri liberal partiyalar eng cho'ng partiyalarga aylandi. Vengriya bilan Polshada bo'lsa, hatto hukumatni kontrol qildi. Germaniyada g'ayri liberal partiya hech qachon 5%dan ortiq biletga erishib boqmagan edi. Ammo 2017 yilga kelganda 13% biletga erishdi. Marine Le Pen millatchi partiyasi oldingi yillardagidan 2 qatlab eshib 34% biletga erishdi. Dëmokratiye va erkinlik qimmat qarshining cho'kishi muqarrarmi? Demokratiyaning cho'kishga yuzlanishini amaliyotda demokratiya va erkinlik qimmat qarshining mohiyatda xato bo'lgan, davron suralmaydigan zamondan qoladigan bir ko'z qarash bo'lganligidan emas, balki uning xuddi Xitoydek demokratiyaga qarshi bir hokimiyatga fursat berayotganligidan nurg'un xatoliklar tufaylidan bo'layotdi. Yaqinqi bir necha haftadan beri Amerikadagi mashhur siyosiy analizchilar demokratiyaning cho'kayotganligini e'tirof qilib, nurg'un maqolalarni e'lon qilgan bo'lib, bularning ichida tövəndəki 3 xil səbəb ən qayil qılarlıq idi. Birinci, demokratiyanın çöküşü xalqara qanun sistemi tuzulmasının karığı yaramaydıqanlıqıdın. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının cinayi işlər qanunları faqat güclük dövlətlər tərəfindən qoğdalmaydıqan,
dövləti aciz bolğan dövlətlərdəki cinayətçilərə işləb kelayotgan bo'lib, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı qanunlarını yürgüzadigan bir kuch bo'lmaganlikdan vaqti kuchlik dövlətlər qarşı chiqsala, bu qonunlar hech nimaga yaramaydiganligi aniq. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı'nın Xavfsizlik Kengeshi ichida Xitoymi bo'lganlikdan qirg'inchilikqa jazo kesish qatorliq nurg'un qarorlar albatta Xitoyga qarta ishlashi mumkin emas edi. Gerçi dünyadaki münasebetler, dünya tüzülmesi, devletler ara kanun tüzümler arqılıq yürgüzülüdüğün bolsumu, Birleşken Devletler Teşkilatı'dan ibaret küçü bolmağan bundaq bir birleşmedeki kanunlarga asasen dünyada demokratiyini, haq hukuklarını qoğdap qilish mümkün emas edi. Demek, demokratiyaning çöküşü onun xata bolğanlıqıdan emas, balki mana mushundaq qargı kelmaydigan qonun tüzümlərə özgiriş elib baradigan kuchning bo'lmayotganligidan edi. Demokratiyaning çöküşini xalqarалық tüzümning qargı kelmayotganligidan deb qaragan Amerikalik yozuvchi David Rayab Tashqi ishlar jurnalida e'lon qilingan kishilik huquq tugashdimi sarlavlik maqolasida kishilik huquq faoliyatchilarining birdan-bir xatoligi uning ojiz o'rinda ekanligiga ishinib qolganligidandir. Dunyoda haq bilan nohaq ko'rishida baribir haqiqatning g'alaba qilib, Ayso payg'ambar osmondan tushganda haqiqatning hukm surdiganligiga ishongan ekansan, yana nemishga o'zingni ojiz deb umidsizlanasan deb so'raydi. U Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Jinoiy ishlar qonuni bilan qo'g'dash majburiyati qonuni. Bu qonun Birleşken Dövlətlər Təşkilatı tarafidan 2005-yili qabul qilingan bo'lib, qirg'inchilikqa aralashishdan burunqi tinchlik bilan bir taraf qilish tadbirlarini o'z ichiga oladi. Ne kuchga ega qiladigan bir o'zgartish yasamay turib, kishilik huquq deb tovlashning quruq gap ekanligini mushundaq ketaverganlikdan kishilik huquq tutqanlarning va dunyoni so'rayotganlarning axloqiy insofiga bog'liq bir narsa bo'lib qilayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Aniqki, xalqarada Uyg'urlarning misli ko'rinmagan darajada haqsizlikqa uchrayotganligini qo'g'dab qoladigan bir qonun yo'q. Chunki haqsizlikdan qutulish uchun adolat lozim. Adolat faqat qonun orqali amalga oshadi. Uyg'urlarning kishilik huquqini talab qilib, tovlashlarimiz, boshqalarga yolvorishlarimiz bo'lsa, qonun kuchiga ega bo'lmagan boshqalarning insofiga bog'liq bir amaliyat bo'lib qolmoqda. Ikkinchi, demokratiyaning cho'kishi, demokratiyaning tarqatquchisi va boshlamchisi bo'lgan Amerikaning ichki sabablari tufaylidan. Amerika Tashqi ishlar jurnalining muharriri Gideon Ross analizchilarning tahlillariga asosan dunyoda demokratik qimmat qarashlarga kelayotgan tahdidning sirtdan emas, Amerika o'z ichidan ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Gideonning qarashicha, fursat va manba turibmi demokratik qimmat qarashlarini qo'g'dab qoladigan mavqe va boshlaydigan liderning kamchil bo'layotganligi ichinishlik edi. Chunki Walter Russell Mead qatorliq analizchilar sababni Amerika ichidan izlab, umidni Amerikadan kutayotgan bo'lib, u Trumpning
chiqishi Angliya, Vengriya, Polsha va Italiyaning Yevropa saylimidan chiqib ketishi Xitoyning kuchayishi bilan demokratiyaning o'g'liga daz ketganligini e'tirof qilib ichinadi. Ammo u Amerikaning har qitimliq krizislarda bir qutulish yo'lini topadiganligi, sanoat inqilobi elib kelgan qiyinchiliklardanmi, jamiyat tuzilmasida o'zgarish yasab, maktab va ma'rif orqali bu qiyinchilikni yengganligini o'ttirg'i qo'ydi. U Amerika davlatining demokratiyani qo'g'dab kelishdagi rolini intayin cho'ng o'ringa qo'ygan bo'lib, dunyo erkinlik va kishilik huquqida 1930-yildagi fashizm davridan keyingi yana bir qitimliq ig'ir darajadagi keyingi chekinishni boshdan kechiryotidi. Agar Amerika buni yengolmasa, demokratiya tugishidi deb qaraydi. U yana davlat mudofaa analizchilarining 1990-yilning boshlari urushda ustunlikka erishishning uchur bo'shlig'iga kimning qo'mondonlik qilishiga bog'liq bo'lib qolganligini o'ttirg'i qo'yganligini, bo'libmi istixborot siber urushi, cho'ng datalarning kimning qo'lida kuchli bo'lishi, shu davlatni kuchli qilayotganligini tahlil qilib, tog'dagi boylikning cheki yo'q, ammo uni nihoyatda kuchli va yovuz bir ajdarho egallab yotidi deb yozadi. 3. Demokratiyaning cho'kishi iqtisodning cho'kishi tufaylidir. Yana bir qism analizchilar Xitoy va Rossiya qatorliq davlatlarning kuchayishi, iqtisodning yuksalishi demokratiyaning ta'sirini ojizlashtirib qo'ydi. Kishilar demokratiya bo'lmasimi boy bo'lg'ili bo'ladigan degan qarashga keldi deb qaraydi. Amaliyotda robotlashgan avtomatik iqtisodga hukmronlik qilg'uchi kuchlar dunyoni so'riyalaydi deb qaralayotgan bugungi kunda, garchi ko'plagan analizchilar Xitoyning robotlashgan iqtisodga to'liq taraqqiy qilish kuchi bor deb qarayotgan bo'lsa-mu, ammo robotlashgan yoki avtomatlashgan iqtisod Xitoyning cho'kishiga sabab bo'lib qelishi mumkin. Chunki Xitoy nupusi intayin ko'p bo'lganlikdan robotlashish elib keladigan insonlarning ishsiz qilish masalasini Xitoy hukumati paravallik tarqitish bilan qutqizib qolalishi natayin. Amerikaning iqtisodiy tuzilmasi hukumat iqtisodga aralashmaydigan cho'ng korxona va kapitalistlar bilan ishchilar o'ttirsidagi munosabatda hukumat faqat boj elish rolini o'ynaydigan bo'lganlikdan ish haqqi berilmaydigan robotlarni ishlatishni odam ishlatishdan afzal ko'rgan kapitalistlar robotlarni hukumat kontrol qiladigan demokratik bo'lmagan davlatlarga qaraganda texmi ko'p ishlatib, texmi ko'p ishsizlikni keltirib chiqarishi mumkin bo'lsa-mu, Amerikadagi nupus Xitoydek ko'p bo'lmaganlikdan Amerika bu ahvollarni turli paravallik tuzilmalari va cho'ng shirkatlarning bejini kontrol qilish usullari orqali tangshab ketalishi mumkin. Amerikalik nurg'unlagan siyosiy analizchilarning ko'z qarashlariga asoslanganda, Amerikaning dunyodagi o'rnini saqlab qolish uchun xato holda demokratik qimmat qarashlarining o'rniga iqtisodni qo'yib olish emas, balki ikkisini tang elib berish va demokratiyadan yuz o'rmaslik bilan elib berishning eng to'g'ri ekanligi
o'ttirib qo'yilayotgan bo'lib, bu Amerikadagi g'arb kimligini qo'g'dug'uchilarning qorong'ulik ichiga kirib ketayotgan demokratiya uchun jiddiy andisha qilayotganligini ko'rsatdi. iqtisodning cho'kishi demokratiyaning cho'kishini keltirib chiqaryotdi degan qarashlar butunlay asossizmi emas bo'lib, g'arb dunyosidagi bo'libmi Sharqiy Yevropa davlatlaridagi iqtisodning cho'kishi ularning Xitoyga setilish badaliga demokratiya prinsiplaridan voz kechishni keltirib chiqaryotganligi buning dalili. Xulosa. Yig'inchoqlaganda demokratiyani qutqizishning chorasi butunlay yo'qolib ketmagan bo'lib, demokratik qimmat qarashlari vaqti o'tgan va mustabid kuchlar bilan elisholmaydigan bir qimmat qarshi bo'lmasdan, balki uning xatoliklarining tuzilmayotganligi, to'salg'ularga qutqizish chorasi qo'llanilmay tashlanib qilayotganligida. Amartya Senning taraqqiyot erkinlikdan keladiganligi haqidagi qarshi faqat Xitoyning boy bo'laolganligi tufaylidanla inkor qilinganida. Erkin bo'lmaymi, boy bo'lg'il bo'ladigan deb har kim, har davlat o'zini o'ylaydigan erkinlik, barobarlikni chetga qoqadigan yo'lga menishiga to'g'ri kelganida. G'arb ellarining aslida erkinlik va barobarlik prinsipi ostida taraqqiy qiladiganligini tushuntirib bergili bo'lmaydi. Shundaqla g'arb davlatlari o'z kimligini saqlab qololmaydi. Hatto Xitoy iqtisodiy jihatda erkin bozor va iqtisodiy erkinligini yo'lga qo'yganligi uchun taraqqiy qilganligini tushuntirib bergili bo'lmaydi. Taraqqiyot faqat iqtisod bilanla o'lchanmasligi, u erkinlik xalqqa elib keladigan turli taraqqiyot fursatlari bilanmi o'lchanishi kerak. Amerikalik siyosiy analizchi Kenneth Ross Trump davridagi kishilik huquq degan maqolasida Amerika demokratiyani tashlab o'tib, chidigan bilan dunyo chidamaydi deb yozadi. Meningcha, yaqindan beri demokratiyaning tashlanib kelayotganligi sabablari va uni qutqizib qilish to'g'risida Amerikadagi nopozliq jurnallarda analizchilarning maqolalarining ko'plab e'lon qilinishi Amerika xalqining Xitoydan keladigan xatarni his qilayotganligini, demokratiyani tashlab o'tib, Xitoy mustabid hokimiyatiga sahnani tatqizib qo'yishga chidamaydiganligini ko'rib olishga bo'ladi. Ammo Trump hukumati analizchilarning andishlariga ko'ngil bo'ladigandek emas. Uning ustiga Sharq Turkistonni butunlay choynab yevitish orqali Yipak yo'li qurilishi bilan dunyoning qalbini egilamoqchi bo'layotgan qizil ajdahoning xatirini davlatlar faqat o'z chegarasi ichidagi manfaatga selishtirib o'lchayotganlikdan, ajdahoga davlatlar birlashib qarshi turishdan so'z ochqili bo'lmayotidi. Agar bu ahvol davomlashadigan, demokratiya bilan tang jon talishayotgan Sharq Turkiston erkinlikni qo'g'dab qelishi jiddiy muomalaga uchramaydigan bo'lsa, demokratiyaning qutulib qolishidan texmo so'z ochqili bo'lmaydi. Chunki demokratiyaning dushmani bo'lgan qizil ajdahoning ajallik zarbisi faqat Sharq Turkiston erkinligi. Uningsiz dunyo 2018-yildan keyingi yillarni emas, George Orwell'ning romanidagi 1984ni kutib olishga tayyorlansa bo'ladi. Bu maqola
Uyg'ur tadqiqot instituti toridan elindi.